iPhone telefoningizni o'g'irlab ketdimi? Oh, yomon bo'ldi-yu. Lekin qizni oldida past ketib qo'ymaslik kerak. Hech chiqishi yo'q. Hech qayerda ochmayapti mabodo. Yo, nima achiydi? Bitta telefon ekan-ku. Yamonim uspokоительный odam ekansiz, gap yo'q. Xarakterim shunaqa uspokойныйman. Ketdik. iPhone baribir iPhone zo'r dizaynni qarang. iPhone telefoningiz sizga tushib ketdimi? Yo'q. Siz achyaptimi? Yo, nima achiydi? Bitta matoq-ku. Yomon musakovoltni odam ekansiz. Nima degani u? Ichi keng odam bo'ladi-ku, tafakkur qiladi-ku. Men visokovoltman. Dadam ham visokovoltnida. Zo'rmikan? Chef lapchalari zo'rda. Buni 3 xil ta'mi bor. Indeykaligi bor, ot go'shtidan bor, sirligi bor. O'ylayman mazza qilib yeymiz. Men o'zim har doim shunday yeyman. Shuning uchun ham chiroyli ekansiz-da. Balki. Kechirasiz, mana iPhone zaryadingiz yo'qmidi? iPhone iPhone telefoningizni esga solishda qayerjamizda? Nima buzadi? Oddiy telefon-ku o'lsin. Yamonim graznyonniy odam ekansiz-da. Ya, hamma meni nima deysiz? Graznyonsni. Hamma shunaqa deydi meni, graziyoz deydi. Akajon, ming bor uzr, ko'p o'ylab ko'rdim. O'sha kuni men sizga tubanlik qilib qo'yibman-da. O'zi ham tuban bola ekansan-da. Berqay telefonni. Aka, faqat iltimos, shu rasm tushuvdimda shuni o'zimga tashlab olsam bo'ladimi? Kodini aytchi. 4/5. Voy, tuban! Yamonim prezvorovchini odam ekansiz. Nima degani bu? Chimo deganida.